Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Abdulloh Karan do'stlar. Unit modida, ya'ni Fusion Benditsada sobes qilyapmiz do'stlar. Bugungi video ham sobes. Qani bo'lmasam ketdi. Hozircha biz fraksiyada balkonikmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'zim bizda rang tushirish, tek berish, har xil dasturlar bor. Keyingi nomzod qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Bularga e'tibor bermaymiz. Ko'pchilik o'zi shuna deydi. Zadaniya bor deydi, lekin qarasangiz anaqa yo'q bo'lishi mumkin zadaniyasi. Bu odam qandaydir bu yozmayapti, javob bermayapti qandaydir. Assalomu alaykum dedik. Siz bizgami deymiz? Siz bizgami? Siz bizgami? Mana pasport. Albatta pasportni RP bilan berishinglar kerak do'stlar, kelgan yillardan keyin. RP bilan dedik, mana RP chatga balkonik. Do'stlar. Albatta sizlar ham bo'lishingiz mumkin. Buning uchun sizlardan obzorni o'tish talab qilinadi yoki yangi lider tayinlanganda liderdan so'rasanglar o'zi daveriya asosida, ya'ni ishonch asosida olishi mumkin. Qani bo'lmasam mana pasport cho'ntagimda deb boshladi. Uje niki Islom Hasanov, o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz videoga like bosing albatta. Hozirda fraksiyani obzor qiladigan bo'lsam 73 ta odam bor. 8 ta onlayn odam bor. Bekxa Davlatov, Polkovnik, Mahoni Karonzo, Abdulloh Anvarbekov o'zim, Besko Hamroyev bo'lakan. Bundan oldingi videoda ham 8 ta obzorni qilib chiqqanman, ko'rishingiz mumkin. Tiqdim qo'limda, pasport qo'limda oldim. RPni berib bo'lgandan keyin tibbiy karta va litsenziya so'raymiz do'stlar. Albatta ozma shovqinlar bo'lsa uzr so'rayman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Xato. E'tibor bermayapman, xato. Xato-ku bu 70%. Xo'p, mayli, inobatga olamiz. Tibbiy karta va litsenziya. Albatta do'stlar, ichki ishlarga kirganda litsenziyada qurolga litsenziya bo'lishi kerak albatta do'stlar, mashina bilan. Bu talab etiladi. Sog'lom, yaxshi litsenziyani bering endi. Litsenziyani bering, litsenziya. Litsenziyani bering Islom Hasanov. Albatta o'z ko'rib turgan bo'lsangiz videoga like bosib obuna bo'lib qo'yasiz. Xo'p, psix testga tayyormisiz? Psix testga tayyormisiz? Oho, 3 ta yozilib ketibdi. Nomali. Tepada nima bor? Albatta patolog. Abdulloh aka, mana o'tirib nima qilay? Hammaga assalomu alaykum. Obuna bo'linglar, akalar, obuna bo'linglar. Abdulloh bilancha obuna bo'linglar. Maslahatim shuki, hamma Abdulloh kanaliga obuna bo'lsin. Aka, yuring orqamdan. Demak, ishlarni so'raymiz. Albatta do'stlar, videoga like bosing, ovozga e'tibor bermaymiz. Aka, saqlantiring mollarni. Odamlar o'zi to'lib ketaverdi.
saqlanib turing. Ham devorga qarab saqlanib turinglar, bundoq qilib. Devorga qarab emas aka, mana o'rtaga saqlaning. Turing ichkariga. Devorga. O'g'izlarga e'tibor bermaymiz bolalar, bu odam menimcha bu ro'palarni bilmaydi bu. Qonun qoidalarni albatta bilishingiz kerak. Bilsangiz ishga olinasiz, keyin bu yerda jinoyatchilarni qamab birga yurishimiz mumkin. Yoki elektron ariza Discord tortib ochsangiz, elektron ariza bilan kelishingiz mumkin. Albatta bu odam bilmayar ekan, отказ beramiz. O ana. DMK TSK bilan TK. Shular qoldi. Asad va To'baqaban, Usmon. Obuna bo'linglar. Obuna bo'linglar do'stlar. Magana bermadi shekilli. Tayyor. Ye. Mayli. Siz bizga to'g'ri kelasiz. Bitta aytsin bo'ldi, o'tadi. Давайте go. Islom tezroq bering. 2 yildan beri qilyapman. Albatta kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Agar 500 kishi ko'rgan bo'lsa, keyingi videolarda 10 kishini elektron ariza bilan yoki hisobingizdan ishga olib, birga o'shalar bilan video chiqaramiz. Albatta xonaga olib kirib turib ishga olamiz buni. Aytgancha bu yerda 177 ham bor. Ikkalasiga navbatdan forma beriladi. Qani bo'lmasam formani beramiz do'stlar. Forma 1. Forma. Uzr, o'tga deymiz. Shunaqa adashmovchiliklar bo'lib turadi, bunga albatta e'tibor bermaymiz. Albatta yuqori tarkibda bo'ladi, bir ikki marta adashmovchilik. Ularga endi e'tibor bermaymiz degan bittamiz. Albatta bittasini qabul qilamiz. Usmon o'zi. Hoppa, endi bu odamni forma kimda shunaqa klaviatura kerak bo'lsa, albatta yozishinglar mumkin. Men o'zim sizlarga bir boshdan keyingi videolarda o'rgataman. Qabul qilsagina